Bir boy odamni qimmatbaho soati yo'qolib qolibdi. Uni shahar hokimi, shahar valisi sovg'a qilgan ekan. Qimmatbaho otlaridan xabar olaman deb otxonaga kirsa, otxonadan chiqqandan keyin qo'liga qarasa soat yo'q. Soatku mayli deydi. Buni shahar valisi sovg'a qilganligi uchun har zamonda meni qo'limdaligini ko'rsa, ehtiroman xursand bo'ladi, uni topish kerak deydi. Otxonaga kirdik, otxonadan oldin somonxonalar bor. O'yladimki, somonni ichida bu soat yo'qolgan. Biz qidira boshladik deydi boy. Yordamchilar bilan, ayomlar bilan u yoqni bu yoqqa, somonni bu tomonga, bu tomondagisini u tomonga, butun hamma narsani qidirib, to'z-to'palon qilib hamma yordamchilarni chaqirdik, soatni topa olmadik. Noumid bo'lib ko'chaga chiqsam, bir guruh bolalar, bir qancha bolalar o'ynab yurgan ekan. Bolalarga aytdim, meni soatim yo'qoldi mana bu somonxonada. Agar kim topib bersa, unga katta mukofot beraman. Bitta qo'chqor beraman, dedi. Topib bergan odamga bitta qo'chqor beraman. Yoki ko'pchilik topsa, o'sha qo'chqorni so'yib, to u qo'chqorni go'shti tugaguncha ziyofat qilib beraman degan ekan. Bolalar xursand, koptok o'ynayotgan bolalar xursand, o'zi qorinlari och, yugurib somonxonaga kirib, qiy-chuv, g'ala, g'ovur bilan soat qidira boshlashdi. Soat yo'q. Ular aytishdiki, yo'q, biz topa olmadik. Ancha soatdan beri qidiryapmiz. Somonxonaning tipitini chiqarib tashlashgan, soat yo'q. Boy hayron bo'lib, noumid bo'lib, endi shahar valisiga qanday deyman? Uni bir rasmi yo'q-ku, men xuddi o'shanaqasidan bir yasatay. Uni qayerdan olganligini men bilmasam. Puliga gap emas, lekin uni obro'li odam